amerikanist odam, u astronomiya bilan shug'ullanar ekan. Astronomiyadagi fan bo'yicha NASAda qayerda ishlar ekan. Shu odam aytib beryapti, aytadiki, mana har kecha o'qiydigan kitobim bo'lardi deydi. Bibliyani o'qib chiqqanman, Tavrotni o'qib chiqqanman. Endi o'zini tilida aytyapti shu o'qib chiqqanlarini. Endi gal deydi, Qur'onga keldi deydi. Shu Qur'onni o'qiyman deydi, tarjimasini aytyapti. Keyin ayolimga aytdim deydi. Bu Muhammad degani juda aqlli odam ekan debdi. Juda ilmi o'tkir odam ekan. Keyin shunaqa oyatlar keldi deydi. Hozirgi zamonda yaqinda kashf qilingan narsalar yozilgan deyapti, ya'ni. Buni 14 asr oldin bilish mumkin emas odam. Tushunmay qo'ygan, qotib qolgan shu joylarda. Ya'ni qayerdan bilgan buni? Xosatan mana astronomiyaga oid juda ham ko'p oyatlar keladi-da, hozir bugungi kunda kashf qilinyapti.